Quturish kasalligi quturish virusi qo'zg'atadigan virusli kasallik. Issiqqon hayvonlar va odamlarda uchraydi. Odamga kasallangan hayvonlar tashlanganda yoki tirnalganda ularning so'lagi orqali yuqadi. Virus yuqqanda markaziy asab tizimining og'ir progressiv shikastlanishi kuzatiladi. Virus shikastlangan miya va orqa miyaga tarqaladi. Kasallik insonlar uchun halokatli hisoblanadi va teri orqali asab oqirlari tomon harakatlanadi va ular orqali kasalliklarni faqatgina favqulodda emlash bilan oldini olish mumkin. Xususiyatlariga quturish har yili minglab o'limga sabab bo'ladigan hayot uchun xavfli kasallik. Itlar virusni keng tarqatadigan hayvondir. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili 59 ming kishi quturish kasalligidan vafot etadi. Ularning 99% quturgan it tishlashi natijasida kasallangan. Biroq hayvonlar va insonlar uchun vaksina mavjudligi quturish holida o'lim ko'rsatkichlarining kamayishiga olib keladi. Virus markaziy asab tizimiga ta'sir qilib, ayniqsa miya yallig'lanishiga sabab bo'ladi. O'ziga xos ensefalit. Mahalliy itlar, mushuklar, quyon va yovvoyi hayvonlar tishlashi va tirnashi orqali insonlarga virus yuqishi mumkin. Quturishga qarshi kurash tezkor davo choralariga bog'liq bo'ladi. Quturish belgilari va alomatlari. Odamlarda quturish kasalligining asosiy belgisi gidrofobiya yoki suvdan qo'rqish sanaladi. Avval suv ichishdan qo'rqish kuzatilsa, keyinchalik suvni ko'rganda va suv haqida gap ketganda ham qo'rqish belgilari kuzatiladi. Qo'shimcha ravishda yutinish muskullarining titroqli harakati, qo'rquv, tutqanoq, nafas olishdagi o'zgarishlar aniqlanishi mumkin. Tutqanoq tovush yoki yorug'lik ta'siri oqibatida boshlanadi. Bemor hamma narsani sindirib, odamlarga tashlana boshlaydi. Zo'ravon hujumdan keyin jim, falajlikning boshlang'ich belgisi boshlanadi. Shundan so'ng nafas olish to'xtashi va o'lim sodir bo'ladi. Tishlashdan boshlab kasallik belgisi paydo bo'lgunigacha bo'lgan vaqt kasallikning inkubatsion davri deb ataladi. Odatda kasallik alomatlari inson kasallanganidan 4-12 hafta o'tib namoyon bo'la boshlaydi. Biroq inkubatsiya davri bir necha kun yoki 6 yilgacha cho'zilishi ham mumkin. Quturish gripp kabi alomatlar bilan boshlanadi, jumladan isitma, mushaklarning kuchsizligi, og'riqlar. Bundan tashqari tishlangan joyda achish hissi kuzatilishi mumkin. Bu asosiy belgilardan tashqari yana tana haroratining 30 gradusgacha ko'tarilishi, ruhiy tushkunlik, uyquning buzilishi, uyqusizlik, bezovtalik, tishlangan joyda og'riqlar yana yara tuzalgan bo'lsa ham qayd qilishi mumkin. Virus markaziy asab tizimini shikastlanishda davom etishi sayin kasallik ikki xil turga rivojlanishi mumkin. G'azabli quturish rivojlanganda odamda haddan tashqari harakatchanlik va agressiya kuzatiladi. Boshqa alomatlarga uyqusizlik, bezovtalik, tartibsizlik, tashviqot, gallyutsinatsiyalar, ko'p so'lak oqishi, yutish bilan muammolar, suvdan qo'rqish, shu holatlar bo'ladi.
Falajli tinch quturishga esa quturishning bu shakli rivojlanishi uchun ko'proq vaqt talab etiladi, lekin ta'siri og'ir bo'ladi. Kasallangan kishi asta-sekin falajlana boshlaydi va oxir oqibat komaga tushadi, hatto o'lishi mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, quturishning 30% hollarda falajlik yuz beradi. Kim quturishga duchor bo'lishi mumkin degan savolingizga quyidagicha javob beraman. Quturish virusi tashqi muhitda tez nobud bo'ladi. 56 gradusdan 15 daqiqada qaynatilganda 2 daqiqada. Quturish virusi insonga quturgan hayvondan tishlashi yoki tirnashi oqibatida jarohat joyiga ularning so'lagi tushishi natijasida yuqadi. Virusning shilliq qavat yoki ochiq jarohatlarga boshqa yo'llari orqali tushishiga ham kasallanish sodir bo'lishi mumkin. Virus faqat hayvondan insonga yoki hayvondan va hayvonga yuqishi mumkin. Uning insondan insonga yuqishi ehtimoli juda kam bo'lsa-da, tarixda bir necha shunday holatlar qayd etilgan. Kishi infeksiyalangan bo'lsa, virus miyaga asab tolalari orqali tarqaladi. Virus miyada tez va juda ko'paya boshlaydi. Bu faoliyat miya va orqa miyaning kuchli yaraqlanishiga olib keladi va bemorning ahvoli tezda yomonlashib, asfiksiya va yurak to'xtashi natijasida nobud bo'ladi. Jarohat bosh yoki bo'yin sohasida bo'lsa, miya va orqa miya shikastlanishi tezroq boshlanadi. Agar jarohat bo'yinda bo'lsa, iloji boricha tezroq tibbiy yordam chaqirish kerak. Kasallikni tarqatuvchi hayvonlarga hayvonlar quturishning asosiy belgisi kasallikni tarqatuvchi hayvonlarga asosan yovvoyi hayvonlardan uy hayvonlarga yoki quturgan hayvondan toza hayvonga o'tishi mumkin. Hayvonlar quturishning asosiy belgilari ularning xulqi o'zgarishi hisoblanadi. Yaxshi uy hayvoni tajovuzkor, yovvoyi va tishlashga shay bo'lib qoladi. Quturish infeksiyasini erta bosqichda aniqlash usullari hozircha mavjud emas. Simptomlar boshlangandan keyin shifokorga insonning tibbiy holatini aniqlashda qon tahlili yoki to'qima analizi yordam beradi. Agar kishi yirtqich hayvon tomonidan tishlangan bo'lsa, shifokorlar odatda alomatlar paydo bo'lishidan oldin infeksiyani to'xtatish uchun profilaktik vaksinalarni belgilaydilar. Odatda laboratoriya diagnostikasi amalga oshirilmaydi, ammo ko'zning yuzasidan quturish virusi antigenini aniqlab olish usuli mavjud. Quturishning davosi ko'pincha azobli holatni yengillashtirish uchun simptomatik vositalar bilan cheklanishga to'g'ri keladi. Harakat qo'zg'aluvchanligi tinchlantiruvchi sedativ vositalar bilan bostiriladi. Tutqanoqlar esa kuraresimon preparatlari bilan. Nafas buzilishlari esa traxeostomiya va bemorni sun'iy apparatlarda ulash bilan konsentratsiyalanadi. Oldini olish uchun uy hayvonlarini emlash kerak va quturgan hayvonlardan ehtiyot bo'lish kerak. Avvalambor, agarda biron bir hayvonlar tishlaydigan bo'lsa, birinchi o'rinda uni oqar suvga yuvib, kirsovun bilan yuvib tashlash kerak. Butunjahon quturishga qarshi kurash kuni deb Butunjahon quturishga qarshi kurash kuni deb har yil 28 sentyabr kuni hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.